Assalomu alaykum. Shahzoda opa, menda kamqonlik bezovta qiladi. Bu mavzu bo'yicha juda ham ko'p, kuniga bir 80% kamqonlik bo'yicha murojaat bo'ladi o'zi asli. Agar sizda yengil kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni oddiy ajriq. Ajriqni O'zbekiston bo'yicha bilmagan inson bo'lmasa kerak. Ajrig'i ildizini olasiz. Shunda bir qismini 1 litrlik kastrulkadagi qaynab turgan suvga yaxshilab yuvib tashlab solasiz va 30 minut past olovda qaynatasiz. Qaynatib 2 soatga damlab o'rab qo'yib, suzib olib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda yarim pila, 1 piladan iste'mol qilinadi. Necha kun? 10 kun yetadi. Xronitskiy, ya'ni doimiy kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, unda men sizga mana bu mahsulotlarni o'zimning korxonamda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni taklif qilaman. Bu yerda o'sha qonda nimaiki kerak bo'lsa hammasi jamlangan, o'sha temir moddasimi va boshqa hamma qonlarni filtr qilib beradi.